Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Simental shoydolari, aka-ukalar, sizlarga mana o'ta darajadagi 100% toza qonli Simental sigir hamda novvoselar taqdim etamiz. Bugun Samarqand viloyat Pazdarxon tuman Kirib Ilm mahallasida o'zimizning qishlog'imizda Shahzod ukamiz mollarini tavsiya etamiz. Zo'rmasaga charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi ukam? Kayfiyat yaxshimi? Bugun aka chotki Simentallardan ko'rsatamiz. Bitta tuqqan, ikkita bo'g'oz, bitta gibrid, bitta Simental toza qonli ho'kizcha. Hozir yana bitta ona bolasi bor, 100% tozasi, originali, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa nasl uchun olaman deganlarga mana novvoz. Bu g'unojinlar, sigirlar haqida ham hozir qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Shahzod, nechinchi tug'ishga mana sigirimiz? Bu 3-tug'ishga 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. Bahosini birdan aytib o'tdik. Bahosi 68 million. 68 million so'm. Keyingisi? Xo'p, bunisi 3 oylik bo'g'oz. Hop, bu ham 3-tug'ishga. Narxi 58 million ekan. Nechta sut beryapti hozirgi vaqtda bu? Bu hozirgi vaqtda tuqqaniga aka 1 yil bo'ldi bularga. Osil deb ho'kizlar kasal bo'lib, bular qo'ya olmadik. Shuning uchun kech qochdi. Hozir 10 taga yaqin suti bor. Lekin tuqqan vaqtda 35 ta sutiga garantiya beraman. 100%. Javob 35 ta sut beradi. Keyingisi? Xo'p, bunisi ham 35 ta sut beradi. Hozir 10 taga yaqin suti bor buni ham. 3 oylik bo'g'oz. Narxi 58 million. 58 million yana savdolari bor. Bu novvoz necha oylik bo'ldi mana shu? Xo'p, bu 11 oylik novvoz. Tozasi mana. Tozasi. Onasi ham shu yerda ko'rsatamiz, ha? Onasini ham ko'rsatamiz. Onasi buni ukasini tuqqan hozir. Mana. Gap yo'q lekin orqa sutlari ham holati juda ham ideal darajada. Birma-bir ma'lumotini berib o'tamiz. Bu demak 11 oylik novvoz. 11 oylik novvoz rangidan, mana rangidan. Xohlaydiganlarga mana o'zi qorinlar tashlab, bo'ylari o'sib, juda ajoyib holatga kelibdi akalar. Bo'yin baqbaqalariga, yurish tuyoqlariga e'tiborlik, stakan tuyoqcha. Mana novvoz. Hurmatli kuzatuvchilar. Oladiganiga ham tavsiya etib qolamiz. Shahzod, necha pul buni bahosi ukam? Buni narxi aka 37 million qo'yamiz. Savdosi bor. Bemalol telefon qilib savdo qilaversa bo'ladi. 37 million so'm baho 37 million aytilishdi. Albatta yana savdolari bor, kelishtirib beraveradi. Firmalarga ham olaman degan aka-ukalarni tavsiya etamiz. Faqat uyda shoxini kuydirmagansan-da, ha? O'zimiz nima qilamiz? Bu ho'kizlar qiyin-ku qara, shunga zanjir baylab nima qilib o'zimiz qaraymiz deganmiz. Shu maqsadda shox kuydirilmagan. Shuning uchun shox kuydirilmagan. Oldi, orqa qopqoqlari, stakan tuyoqlari, baqbaqi mana kallalarigacha e'tibor beraylik. 100% originali. Sigirda ham Zufar bitta aylantirdi ekan mol. Mana Zufar ukamiz ham 2 metrlik yigit, baquvvat yigit. Mana sigirni holatiga e'tibor beraylik. Ha. Shahzod, bo'ying necha? Nima desak? Bo'ying necha bo'ying? 1.60 dan kam emas bu aka. Mana. Sigirni bo'yi, ha? Sigirni bo'yi 1.60 dan kam emas. Mana sigir. Novot rangidan, yaxshisidan, sog'ligiga garantiya. Poychalari haqida ham bitta ma'lumot berib o'tdik. Zufar aylantirdi. Shahzod bunday tur ekan. Mana. Tart, Zufar bir qarat, tartchi, aylantirib, yurgizdan oldi. Mana, yurishlariga e'tibor beraylik. Bunga nuqta yo'q edi, shu sababli ozgina kichik ko'proq tortib ketadi, buncha yurgizishga ham odam qo'rqyapti-da buni. Mana. Necha qilib beramiz mana shu sigirni? 58 million qo'ydik aka buni. 58 million so'm. Savdosi bor. Aka-ukalar 58 million so'm shu molga lekin normalniy summa. Olsalaringiz xudo xolasa yaxshi baraka topasizlar. Mana xudo xolasa bo'g'oz, tagida hozir 10 ta suti bor. Kunjarak yeyaptimi? Bir mahal yeyapti. Unda to'ydirib berilyaptimi? Yo'q, to'ydirib ham berilgani yo'q. Agar yemini zo'r qilsa, oshiradi ham sutni. Tuqqan vaqti 35 taga garantiya aka. 35 litr sutga. Mana. Bo'sh jonli. Yuyishi, ichishi, sog'lig'i hammasi joy-joyida. Qoladigan akalarni tavsiya etib qolamiz. Keyingisini ko'rsatamiz. Maqsadga hormayapsiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Qanday ekan aka sigir? Yaxshi, mendan katta bo'ladi. Gap yo'q lekin. Mana, mashalloh deb qo'yarasiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bu da ajoyiblari olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Mana mol. Mana yuqorida sochlari ham bor buni, muammo emas. Mana akalar. Quloqlari katta-katta. Ha. Mana yilga qopqoqlari, oldi orqalari, tagi to'la sut buni ham xudo xolasa. Mana o'zi aniq bo'lib qo'ygan, ha, 5 litr sut bu. 10 litr sut 5 oylik, ha. 5 oylik. 5 oylikdan oshdi. 5 oylikdan oshdi bu. Mana.
5 oylikdan oshgan. 5 Yana oyda shu o'rinda 5 oyda to'ldirib 6-oyga o'tyapti bu. Suskalari qanday bular? Hammasi joyida. Joyida. To'rtalasi 4 ta joyda. Sog'ligiga garantiya. Suskalari joyida. Mana shu mol. Akalar, buni necha aytdik bahosini xudo xolisi? Buni 68 million aytdik. Yana savdosi bor. Yana savdosi bor. Navotrang Mol go'sht katta yo'nalishda. ekan. Mol katta. Zo'r mana molda. Ajoyib kerak deganlarga tavsiya etib qolamiz. Bo'yin 170. Tarting qani aka molni yurgizing. Qahotgalariga qarang, mana yurishlariga. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Mana orqa inniligiga qarangizlar mana. Mol qilaman, zo'rini olaman, aslini olaman degan haqiqiy boy akalarimizga tavsiya etib qolamiz mana. Mashalloh deb qo'yamiz. Mana do'stlar. Keyingilarini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi ona bola semental toza 100% originalini sizlarga tavsiya etib qolamiz. Navotrang ko'ryapsiz, hammasi Navotrang. ketib qolmasin. Mana bular chiqishi firmasi bir xilda, xudo xolasa. Mana molda ajoyiblari. Mana e'tibor bering semental holatiga. Bo'yi necha buni? 160 plus aka. 160 plus. Mana kichkintoy kelibdi mana xudo xolasa. Necha kunlik bo'ldi menga? Bu 4 kunlik bo'ldi aka. 4 kunlik buzoqcha. Gap yo'q lekin. Boqacha. Mana erkak. Akalar tug'ilgani bilasizlar, mana qochalariga qarang, buni orqalari, kengishlari, baqbaqalariga, holatiga qattiq e'tibor bering. Stakan tuyoqchada mana tug'ilishidan stakan tuyoq. Tuyog'i даже ko'rinmaydigan darajada bo'lib ketdi-da. Mana sigirni holatiga e'tibor bering. Mana shlenkalariga bitta e'tibor bering. Mana oldingi qo'ltig'ini tagidan chiqyapti. Gap yo'q lekin sut yo'nalishda. Nechta litrgacha sutga beramiz endi, xudo xolasa. Bu aka hozir ham o'zi 4 kun bo'ldi tug'ganiga. Xo'p, Lekin 20 ta sutga chiqdi. 20 ta sut bilan chiqdimi? Ha, hozir 20 ta beryapti danli momentda. 28 o'sha 30 dan tagiga boradi. Hali ham bizlari bor. Hali endi 4 kunlikda. 4 kunlikda 40 20 ichida sut beryapti. Ishlari tozarib, nasib bo'lsa sutni beradi akalar. 3 mahal sog'ilyapti sigir. Shunday. Mana tepalariga ham bitta e'tibor bering, holatiga ham bitta baho beramiz. Necha qilib beramiz Shahzod buni? Buni aka 72 million deb qo'ydik. 72 million Savdosi baho. bor. Bemalol telefon qilaversin. 72 million so'm baho qo'yildi. Albatta endi savdolari bor. Kelishtirib berilaveradi. Mana akalar. Orqa kengligi, holati, yurishlari, tuyoqlari, suskalari ham joyida. Joyida. Mana bu. To'rtalasi 4 ta joyda, sut chiqishlari ham zo'r, sog'ligi ham zo'r. Shu o'rinda mana shu g'unojin ham sotilar ekan mana. Holatiga bitta e'tibor berib qo'ying. O'tkir aka, bu ham mana shu sementallarni bolasi. Bularni emas, bulardan ham katta, juda ham gigant firmadan olganmiz buni. Hozir 8 oylik. Mana Gibrid g'unojin. Qochirganimiz yo'q hali. Yo'q, hozircha bu qizlar ustiga o'yin qilib sakrayaptimi yo chindan sakrayaptimi bilmadik, lekin shashti bor buni. Mana orqa kengliklari, mana tutalariga e'tibor bering. Nasib bo'lsa gibridda mana shu. Zo'r sigir bo'ladi. Gap yo'q. Ona rossiyskimi, ota rossiyskimi? Menimcha otasi rossiyskimi, lekin otasi yoki onasi semental. Mana. Necha buni bahosi? Xudo xohlasa. Buni 24 million deyapmiz, savdosi bor. 24 million, yana savdolari bor. Kelishtirib beraver. Hurmatli kuzatuvchilar, sementalni zo'rlarini ko'rsatdik. Xudo xohlasa, qiziqqanlarga nasllikda yurgan mana shu nasllikda yuribdimi? Chopyaptimi Shahzod? Chopyapti. Mana. Qiziqqanlarga sotilar. Qiziqqanlarga sotilar, telefon qilib so'rasin. Mana. Shahzod necha oylik bu kam? Bu ham 11 oylik aka. 11 Mana shu oylik? ikkalasi deyarli yoshi bir xil. Aha. Buni aka narxini o'zlari telefon qilib so'raversin, aniq bir narx aytmaymiz. Chunki o'zimiz ham kichkina narxga olmaganmiz buni, urug'likka deb oldik. Nasl uchun. Nasl uchun oldik aka buni. Hurmatli kuzatuvchilar, baqbaqalariga e'tibor bering, holatiga bitta e'tibor bering. Oladiganlarga tavsiya etib qolamiz. Mana mol. Yosh molda, nasib bo'lsa kelajagi bor. Mana kelar. Orqa kengliklari ham yaxshi. Mana.